Xanım, bu ciğenim Coşafı. Talant egisi desek mi boludu? Tekçi layıqı yok. Nemandaq yaxshi. Bu qizim dadi bo'ladi. Yosh ham chiroyli uy ishlarga pishqan. Bek yaxshi bo'ldi. Bu kichikini bir sovg'a. Echo xonim, biz degan qo'shni tursak, nima chiqayib ketasiz? Velin, eling. Jo'xonim, bo'lmasa tomoqni biznikida yeyinglar. Ma'qul. Padixon qizning aytgan tomog'ini tetib baqayli. Appa, tomoq ichishni bilmasam. Azir pastki oshxonadan bir necha xil qo'rma ib chiqib, o'zim qo'rdim desanglar bo'lmadimi? Dadi, chiqib ko'ktat akirgin. Ma'qul. Bo'ldi. Hammani og'ash kirgansin. Rak, biliq, ko'ktat, o'dak kavupi, yana tavuzmi bor? Dadini avar qildigan bo'ldik-da. Undaq demang, tomoq hozir tayyor bo'ladi. Hozirla. Tomoq pishdi. Birinchi qo'rma, cho'ng'rak. Yana biliqmi bor? Yana karachi bilan qolmi bor? Voy dadi. O'yinimni ko'p kirishdim boya. Xotirjam bo'linglar, tavuz bor emasmi? Helimi, tavuz bor ekan. Tek tavuzga naqsh o'yib qo'ydim. Men naqshga bak amrak. Ota tavuz qani? Mama. Dani, tomoq etishni obdonroq o'rganmasam bo'lmabdi. Nima ishdi, xo'jayin? Kompyuter yana viruslanib qopti. Virus tozalashga men bak ustaman. Voy. Voyjon. Kompyuter bilimlarini obdaroq o'rganmaguncha qaytib kelguchi bo'lma. Chiqaman. Kompyuter bilimlari takrorlash sinifi bormi? Yo'q. Lekin maktabimizda muvaffaqiyat qozonuvchilar kursi bor. Voy, ajab yaxshi. Muvaffaqiyat qozonuvchilarning xizmat pozitsiyasi bilan dunyodagi danglik baylarning tajribasini o'rganaman. Yaxshi, irodangizga barakalloh. Biroq oldi bilan tizimli shaqqa topshiring. Qancha pul? Bir kunligi 100 million. 100 million emas, bir kunligi 50 yuan. Dars 10 kunda tugaydi. Hey, ko'zingizni iching. Uçur texnikasiga qiziqadiganlar ajab chiqqan. Savoqdoshlar, hozir darsni boshlaymiz. Oldi bilan tatmirki qurollarni ustalga elinglar. O'yinchiq bola. Muvaffaqiyat qozonuvchilarning kichik vaqtidagi ming tuzilishini tahlil qilgan o'xshamamdi. Oldi bilan balaning zakisini elinglar. Yaxshi. Endi men qarab turib, asta-asta zakini keydiringlar. Yaxshi. Qanday savolinglar bo'lsa, qo'l ko'tarib so'rasanglar bo'ladi. Muallim, zak almashtirish bilan uchur texnikasining qanday munosabati bor? Munosabati yo'q. Munosabati bo'lmasa buni o'rganib nima qilaman? Men uchur texnikasi o'rganish uchun 500 yuan to'lagan. Men qarang, meningcha siz sinfga xato kirib qolibsiz. Bu degan onalarni tarbiyalash kursi. Qandaq gap bu? Uchur texnikasi kursiga tizimlasam, nima deb meni bu sinfga o'rnashtirib qo'yasiz? Kechiring, uchur texnikasi sinfiga odam to'shib ketgan. Shunga onlarni tarbiyalash kursiga qatnashib turing. Avval asosiy mahoratni yaxshi o'rganmamsiz. Kim uningga xushtar ekan? Odam to'shib ketgan bo'lsa, pulimni qaytaring. Kechiring, maktabimizning qoidasi bo'yicha pul qaytarilmaydi. Biz qanday qilaman? Men danglik shaxs bo'lmoqchi edim. Ras, bir sinfga bir odam kamlab qoldi ekan, qatnashamsiz. Albatta qatnashamanda 500 yuan xarjlagan tursam men.
Dadi? Vega, bu yerda Bu yerda nima ishlaysiz? Nimishqa bu kurs qatnashsiz? Biror qiz bilan tanışay dedingizmi? Qandaq? Yo'q, men cho'ng bir g'oya uchun keldim. Men menimcha yana kulgidek nima ish bo'ldi? O'ylab beqing, danglik shaxs bo'lish bilan qo'rishning nima munosabati bor? Voy, kulib qoldingizmi? Siz nima qatnashdingiz o'g'illar bilan tanishish uchunmi? Undaq emas. O'g'il shu, bu sinfda mendan boshqa kelish kerak birisi yo'q-kan bo'lmasa. Nega? Chaqchaqib qo'ydim. Amisa sababini dang. Demanda qiziq. Qo'rishni bilmamsiz. Boshqalarning darsimga ta'sir yetkazishini faqat yoqtirmayman. Dadi. Şovgürüş, ördek kalpi, çoğrak. Nima degan esil tamoqlar bu? Biror mehmon kelamdi. Hech kim kelmaydi. Bular opangning musobaqaga qatnashtirgan tamoqlari. Opam atidanglik oshpazlarni tanlash musobaqasiga qatnashdi. Nima mukofot berdi ekan? Mukofot buyumlari bak katta ekan. Chempionga ko'ktat suyuti berdi ekan. Yana bor. Yeni bormi? Bor. Bundan keyin bozordan g'olpiyaz olsa, bahosini 30% tushirib berdi ekan. Bo'ldi, tamoq yeyli. Opam nimishqa tamoq yemaydi? Opamning ko'zi to'q ekan. Sho'rpining tuz tetimapti, yana ichib boqay. Nima? Men qatnashamdim. Dadi, opang oqshambak jiq narsa yevilib, oshqozni og'rib qopti. Shu musobaqaga vayga ishqinglar qatnashinglar. Ishqimizmi? Dadi, endi qanday qilamiz? Qatnashmay amalimiz yo'q. Birinchi maydon pishoq mahorati. İkinci maydon naqsh uyush musobaqasi. Naqsh uyush? Biz buningga ustiga. Üçüncü maydon tamoq etish musobaqasi.
Eng oxirgisi tatliqturum tayyorlash musobaqasi. Bo'ldi, musobaqa oxirlashdi. 3-chilik erishkichi 70 nomerlik Van xonim. 2-chilik erishkichi Jo xonim. Chempion Vego. Chempion asli Vegoning yendiki dadi ekan emasmi? Men sana yumshoq detal kerak degan, to'rt demagan. Dadi rastlı qaltisken musobaqa qatnashib chempion bo'pti. Yosh vaqtimda men shundoq edim. Qo'zg'ab ajab ashta. Anne tamoq pishdimi? Ha, mana. Ay, bilgan bo'lsam chempion bo'lmasganman. Mana endi tamoq etib qanishmay qoldi.